Aka, bilaman, katta yeringizga beda ekib qo'ygansiz, lekin bedangizga har xil turdagi qurtlar, hasharotlar tushib ketyapti. Qatga bormang, sizga har xil turdagi dorilar tavsiya qilishyapti, lekin siz natijasini ko'rmayapsiz. Mana aka, yechimi. Super Kill preparati. Mana shu preparatni bedangizga berib ko'ring. Agar natijasi bo'lmasa, pulingizni qaytarib beramiz. Super Kill preparati UPL kompaniyasiga tegishli bo'lib, u Belgiya davlatida ishlab chiqariladi. Tarkibi tsipermetrin, qishloq xo'jaligi ekinlarini zararkunandalardan ishonchli himoya qiladi. Sarf me'yori gektariga 0,5 litrdan berasiz va turli xil hasharotlardan xalos bo'lasiz. Endi akam, sizga yana bitta ma'lumot. Bu preparat faqat beda uchun emas, balki paxta, bug'doy, kartoshka, tok, issiqxonadagi pomidor va hattoki soyaga ham o'zini ijobiy natijasini ko'rsatadi. Super Kill preparati bo'yicha batafsil ma'lumotni har doimgidek videoni tagida yozib qoldirdik. Bemalol kirib, o'qib chiqib, bizga aloqaga chiqishingiz mumkin. Ha, aytgancha, bu videoni beda ekkan yaqin tanishingizga jo'natib qo'ying, manfaatli bo'ladi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.